Belim og'rib ketdi. G'orda yotib charchab ketdim. Salom do'stlar, sizlar bilan men Turfoylar kanalida bugun biz Bomush hayoti videosini olyapmiz. Voy bu shisha idishlarni qaranglar. Qishloq. Uy topilarmikin? Charchab ketdim. Uy topilsa zo'r bo'lardi. Araxo'rlardi. Qishlog'imikin shekilli. Nima bu? Do'kon ekan. Qishloqli sekin bildirmasdan olamiz. Oy, tegma. Tegma bizni narsa. Hop. Ol. Ushla. Boshqa qorangni ko'rmay. Tegma bizga grudga. Hop. Voydot. Bu yerda kim bu? Kim sakrayapti? Kimdir sakrayapti. Hozir ko'raylik. Kimnikin? Hop. Merku. Salom mer. Nima deysan? Qishloqda oddiy uylar yo'qmi? Hech kim yashamaydigan keraksiz uylar yo'qmi? Nima qilasan? Men turtirmoqchi edim. Yo'q, uy yo'q. Nima qilyapsiz deyapman. Sakragim kelyapti. Xo'p. Oyog'imni chigilini yozyapman. Bo'pti. Aniq yo'q-a? Yo'q dedim-ku. Do'stlar, uy ham topilmas ekan. Charchab ketdim. Maza qildim. Chanqog'im qoldi. Salom. Do'konmi? Do'kon nima edi? Mana bu yerga shisha idish sotib olamiz deyapsizlar. Rosa sotib olasizlarmi? Sotib olamiz. Hop, hozir unda men shisha idishlab kelaman. Hop do'stlar, shisha idish sotib olishar ekan. Balki rostdan ham boyib ketarmiz deb. Bomush boygani qayerda ko'rgansizlar do'stlar? Boyib ketamiz. Nechta yig'aylik? Hammasini terishamiz bo'lsa. Hammasini terishdagi yertani ulashtirib do'stlar. Yoki pulimiz qolmagandan olamiz. To'g'rimi? Bo'lmasam degan bu. Bittada aroq ichib tashlash shart degan emas. To'g'ri, biz aroq ichib bo'lmaymiz. Lekin bomush bo'lib qolamiz. Chunki bomushmiz. Aroq ichmaydigan bomushmiz. Kerak. Axir pul kerak-ku. Qashig'ini olish kerak. Xulosda ham araxo'rlar qishlog'i shekilli. Hamma yerda shisha idish. Spirtli ichimliklar iste'mol qilishar ekan. O'tirishadi. Balki bordir. Voy! Omad keldi. Keyingi safar ham yerga qarab ko'raman. Chunki bu yerda anchagina idish yig'ilib qolibdi. Yig'ishadi, oboyam yo'q shekilli bularda. Boshqa qishloqlarda oboyam bor edi, shisha topamansa hech qayerda shisha yo'q. Balki birsida ketib qolar. Qidiraylik shisha bormikan. Yana bo'lsa, mana bu yerda kelgan tarafimda bor. Voy, Mehmet o'tiruvchi bo'lsa ham rosa ichishar ekan.
Hakkını haydab yuborganlarni so'zga tushirib uyga kirgizmoqda. Yaxshi ko'p ichishar ekan, menga to'lab qo'yishyapti. Imam urug'lar qaydan keldi? Hop. Nashni nashitligilarni yig'ib olaman bo'ldi. Voy, bitta joyda rosa ichishgan ekanda to'plam gruppa bo'lib ichishgan shekilli yo'q. Gruppadan kamida odam bo'lgan ekanda. Voy, zarami. Ay, ko'rgandan keyin. Akalar pulli ko'rgandan keyin omasi uyat bo'ladi-da akalar. Qornimiz ham ochib ketdi, sekingina. Yo'q, o'g'irlik yaxshi emas. Hozir voy, charchab, qornim ochgandan hattoki yugurolmayapman. Mayda, o'g'irlamaymiz deb, shuni olib shuni ek. Yana oyog'im chekilmayapti shekilli. Kerak emas-da. Ularni oldik. Hop, ekib qo'yamiz. Hech kim ko'rmadi, yaxshi. Yaxshi, hech kim ko'rmadi. Voy, do'konchi, men olib keldim. Bitta idish qancha turadi? Bitta idish, bitta izborot. Nechta? Bitta idish nechta olmos turadi? 5 ta idish, bitta olmos. Xo'p, unda men xo'p. Mayli, mana 23 tani beraman. Yaxshi. Mana shuni oling. Qancha pul kerak? 23 ta izborot. 23 ta idish bormi? Ha, 23 ta. Sanab ko'raman-da. Xo'p, sanab ko'ravering. Pulimni berasizmi? Ha, mana.